Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Biz navbatdagi obyektimizga yetib keldik. Xudo xolasa ishlarni boshladik. 2026-yildagi 3-ishimiz. Bu obyektimiz Qo'qonda joylashgan ekan, shaharda. Uylarimiz razmeri 12 ga 37,5 metr. Shunaqa joy ekan. Plita bosilgan ekan, 2 etajga moslab, hozir 1-etaji qilingan. Временный shiferdan qilib yopib turamiz. Keyin ikkinchi etaj ko'tarilgandan keyin tunika bilan yopiladi. Hop betga sesim poyez qo'yilmagan ekan bu yerda ham. Shu iloji boricha sesim poyez bilan to'xtatish kerak uyda oxirini. Urvinda bo'ladi, ertaga tunika bilan qilinadi. Bu sementovoy tiyaganmi? Hammasi nolga chiqadi o'shanda. Uyimiz tomi ham nolga chiqqan bo'ladi. Bunaqa 3 sim tashalgan ekan, 3 sim emasda o'sha sesim poyez qo'yilsa 5,5 simdan chiqarish kerak orasini 15-20 sm ochiq. Bunaqa suvni tashqarisidan bo'lib qolmasligi kerak. Ertaga zilzila bo'lsa, boshqa bo'lsa yorilishi mumkin.